mahrga Traverse sovg'a qiladi. Kamol opa, Chevrolet'dan ayollarga mos keladigan mashinalarni sanab bera olasizmi? Albatta sanab bera olaman. Hozirda bolali ayollarga eng mos keladigan mashina bu Tracker hisoblanadi. Tracker Premier Plus luklari bilan, chunki orqa bagajnikiga bemalol kalaskani solib ketsanglar bo'ladi, ya'ni o'z yuklari bo'ladi, o'shalarni solib ketsanglar bo'ladi. Orqasiga esa 4 ta 5 ta bola bemalol ketadi. Bizda hozirda eng kami 25% boshlang'ich to'lov to'lab, 24 oyga o'zini pulini bo'lib berishga rassrochkamiz yo'lga qo'yildi. Hech qanday penyalarsiz va shtraflarsiz amalga oshirib beramiz. Yosh katta onaxonlarimizga esa past bo'lgan Onyx Premier Plus juda ham ma'qul keladi. U sal pastroq bo'ladi, sedan varianti. Onaxonlarimiz chiqib, tushib bemalol haydab ketishga, gapliga borib, o'rtoqlarini yana ortib ketishga ham juda ham qulay mashina. Onyx'imiz esa boshlang'ich to'lov 25% to'lab, 30 oygacha o'zini pulini bo'lib berishga qilib beramiz. Ishbilarmon va tadbirkor ayollarga esa eng qulay varianti Cobalt hisoblanadi. Chunki Cobalt juda ham xadavoylari yumshoq, orqa bagajlar juda ham katta. Hozirda Cobaltlarimiz bizda Style va Midnight varianti bor. Boshlang'ich to'lov 67 million 700 bilan kelsanglar, 4 million 116 mingdan mashinani o'zingizlar nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Kamol opa, yosh turmushga chiqmagan qizlarga qanaqa mashina to'g'ri keladi? Voy, turmushga chiqmagan qizlar vobshe mashina olishga shoshilishmasin. Ularga kuyov bola mahrga Traverse sovg'a qiladi.